ming sotganmiz, ana 200 ming so'm beramiz. Skidka ekan mana 200 mingga. Foydali xariddan foydali kontent. Mana Orizor stroyga o'rtdi biz yurimizni. O'nchoq magazin keldi. Nechinchi do'kon aka bu? Birinchi blok 213-do'kon. Birinchi do'konni o'zini ko'rdimda, keyin narx-navosini eshitib yoqqandan keyin magnitli-da bu. Mashina nech pul qilib berasiz bo'ladigan? 90 ming so'm qilib berar ekanlar. Bu yerda boshqachalari ham bor ekan. O'rtanchasini nech pul qilib berasiz? O'rtanchasini 85 ming qilib bera olaman. 85 ming o'rtanchasini qilib berar ekanlar. Eng kichkinasini? Eng kichkinasini 55 ming qilib bera olaman. Eng kichkinasini 55 ming qilib berar ekanlar. Mana bunaqa elektr texnikali konstruksiyalar bor ekan. Mana yoqda yana xullaschi okamlarda shunaqa zo'r o'yinchoqlar bor ekan. Sotamiz. Mana bu naborlar ham bor. Kaskasi, kiyadigan zashtinglari, rolik ko'zi, birinchi balonni yonadigan bo'ladi. 300 ming sotganmiz, ana 200 ming so'm qilib beramiz. Skidka ekan mana 200 mingga rolik. Razmeri o'zgaradi bularni? O'zgaradigan bo'ladi. 35 dan 38 gachasi bor. 31 dan 34 200 mingga lekin kaska, anaqa shita nabori bilan 200 mingga. Bu chamadanchada ustiga teriladi mozaika. Drillash batareykada ishlaydi. Bolalarga anaqa ustachiligiga zo'r bo'ladi. O'rganishga har xil shaklli narsalar yasaveradi. Nech pul bo'ladingiz? Buni 150 ming sotamiz. Kelishtirib beramiz. 130 ming qilib beramiz. 130 ming qilib berar ekanlar mana. Taxtali, yog'ochli, organik. Bolalarga shpritslar tushadi. Mana bunisi haqiqiy rosta kasb. Ishdada hozir. Nech pul buningiz? Bunisi 180 ming so'm, mana bunisi 150 ming so'm. Mashinani taxtali chamadanligi bor. Bunda ko'proq narsa bo'ladi. Buni 350 ming qilib beramiz. Mashina bo'ladigan narxini aytib qo'ying, keling. Buni xo'p, bunisini 130 ming qilib beramiz. Buni 150 ming qilib bera olamiz. Bunisini 300 ming qilib beramiz. Mana skidka qilib bervordilar, kelaverasizlar. Mashina bir ko'ruvdik. Mana mashinasi zo'r. 250 ming sotganmiz. 230 ming qilib berayotgan ekan. Qilib beramiz hozir. 230 ming skidkada qilib berayotgan ekanlar. MDF bo'ladi, materiali yaxshi faqat. Nech pul qilib berasiz buni? Buni 55 ming sotamiz, 50 ming qilib beramiz. 50 ming qilib berar ekanlar mana. Yiguli. Maskanda muzika chalib turib, tutun chiqadi. Muzikalar chalar ekan. Asli obzor qilib beraman desam, juda ko'p o'yinchoqlar. Narx-navosi lekin yoqdi. Joylarni ko'raverasizlar mana. Bu tarafdan shu chiqqaninglarda eng boshida. Bu tarafdan kelayotganda eng oxirida. Qozor skidkalar qilib beradilar, xudo xolasa.